Hey, sen gapga umuman tushunmaysanmi deyman ha. Menga boshqa telefon qilma dedim. Bir kunda 15 marta, 20 marta telefon qilasan. Har bir soatda telefon qilasan, ey. Bo'pti, men hozir bir oynani olakim. Yana gaplashamiz. Mayli, xo'p. Assalomu alaykum. Jiresangda toshbaqaga o'xshab 1 soat bo'lib turibman. Nerudi kallani buzib tayladi. Kim buzadi? Xotin har bir soatda telefon qiladi. Xotin bo'lganiga telefon qiladi. Nima qilsin bu? Yo'q, bu har bir soatda telefon qayerdasiz, nima ish qilyapsiz? Men ishlaga kelganman. Onunla gaplashishga o tushundim deydi ona. Shu tushganida yaxshi gapirdim, boshima chiqib oldi oxiri. Uni shu bir xato qilgandan shapalaqlab so'gish kerak ekan, ona. Ana ukajonim o'zing bas. Mana shu yerda xato qilasan sen yoshlar. Xotinni kim aytadi uratdi? Bu xotin zoti bu mo'jiza bilasizmi? Xotinni hurmat qilish kerak, erkalash kerak. Mana yana telefon qilyapti, yana telefon qilyapti. Bu quloqsan, erkalaydi. Xotin seniki ma'qul deydi. Xotinni urgan odam ahmoq odam bo'ladi. Xotin o'zi bir qaytib tushuntirish kerak ekan. Galisami, xotinga mehr berish kerak. Tushundingmi? Ha, to'xta, chechak telefon. Ha, kampir. Ha, hech kim yo'q alımda. Haya, atajoning ayt, kartama pul talab etsin. Haya, o'tirishimiz bor edi bugun. Mayli, xo'p. O'zim telefon qilaman. Tamam. Tushundingmi? Xotinni erkalash kerak. Mehr berish kerak. Qaynotang shotdan men qaynotang shotda yashayman. Mashina berib qo'ygan ostima, uy berib qo'ygan, guldek qizini berib qo'ygan. Kanashni hurmat qilaman. Shuning uchun hurmat qilish kerak, jonim. Xotin sila, qaynota sila. Bir gap borki, xotinning soyasida yashaymiz. Tamam. Короче, ishni qilinglar, men kelaman. O'tirishim bor. Ha, bila. Yuribman o'ynab kulib, xotinning soyasida. Yuribman davrum surib, xotinning foydasida.